Hammaga salom. Yaxshimisizlar? Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi dasturimizda siz g'am va tashvishlaringizni bir chetga qo'yib, mazza qilib kuladigan videoroliklarni ko'rasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va boshqalarga ham yetib borishligi uchun like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying va agarda shunga o'xshash yanada qiziqarli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yangisidan bo'lsin deb yozib qoldiring. Qani unda boshladik. To'yda sodir bo'lgan kutilmagan holat. Faqat qani kulmay ko'ringchi. Nonoyimiz non qilibdi-da. Nimaga o'xshaydi? Nonmi bu nima? O'zidan shu o'xshatmaydi. Har xil bor ekan. Kattasi ham bor ekan. Kichkintasi ham bor ekan. Hamyaklarning ikki turi mavjud. O'z atrofida bo'ron yaratadiganlar va shunchaki ahamiyat bermaydiganlar. Endi tasavvur qiling, qaysi biri yaxshi uxlab, yaxshi ovqatlangan? Senga nima bor ekan? O'z kvartira to'la odam edi. Hech gap emas, shoshilganda bunaqasi ham sodir bo'lib turadi do'stim. Qanday go'zal bu olam. Voy ular qaynonam kelyapti, endi nima qiladi? Yaxshi o'zim o'qlaganlik olaymi ko'rmabman. Ehtiyotam men tashposh deb yurasizmi, ehtiyotam. Qo'shtim ketdimi? To'lish qildim. Voy xudo, qaynatam shu. Shuni men tushunmadim do'stlar. Bu qaysi turdagi ovqat bo'lsa, ichida mix, bolt va gayka bor. Bilganlar albatta kommentariyada yozib qoldirsin. Bu kim bu? Sen kim bu kim? Yok bu kim? Sen kim? Ben kim? Sen kim dedi? İçeri var şimdi. O adin talpa kerak. Quruq qolish standarti bajarilmadi va reyting qoniqarsiz edi. Tanishing, bu yangi xizmat ko'rsatish tizimi. Bu shunchaki mashinani emas, balki bakini ichidan boshlab butunlay tozalab berish xizmati. Bu. Sen Shunaqa biz ham yuribmiz, aka yuribmiz, mashina sarflashlar yo'q, mana shu. Shunday qilib reja oddiy emas edi, xuddi filmlardagi kabi. Faqat filmlarda hamma narsa amalga oshadi, ammo bu vaziyatda esa mana ko'rib turganingizdek barbod bo'ldi. Qo'ylarda yurishini mazaq qilgan itni birinchi marta ko'rishim. Kelinglar, adashgan jigarbandimizni o'zimiz Reja menimcha ajoyib edi. Men osilaman, sizlar suzib ketasiz. Ammo u qayiq kutib turmasligini inobatga olmagan bo'lsa kerak. Endi u majburiy cho'milishiga to'g'ri keldi.
Yigit o'rdak bilan hazil qilishga qaror qildi, lekin o'rdak hazilni istamadi va bu tumanda kim mas'ul ekanligini juda aniq tarzda unga tushuntirib qo'ydi. Qarangki, ba'zi odamlar shunchaki tinib tinchimaydi-da. Bunisi nima bo'ldi endi? Dangasalar uchun yangi ixtiromi? Do'stlar, bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosing va kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.